Lionel Scaloni, Messi emas. Messi. Lionel Scaloni. To'g'ri, Messi ham urdi ikkinchi golni. O'z vaqtida paydo. Mana bu McAllister bilmadim, haqiqiy o'sha gladiatorlar bo'ladi-ku. Haqiqiy jangchi, o'sha sherlar bilan, yo'lbarslar bilan urushadigan bir jangchiga o'xshaydi. Mana yig'ladi Messi ham, hech yig'lamas. Yoshlar chiqib ketsa nima bo'ladi? Safar hozir Argentina. Bilasizmi, to'g'ri, Misr terma jamoasi muxlislari ko'p. Lekin qaysidir tomonlama shu Argentina terma jamoasini qolgani ham nima desam ekan? Albatta. Bu Messi yig'lamoqda. Ham yaxshi hali oldinda ancha o'yinlar kutib turibdi. Men hisob kitoblar qilib 10 tomondagi setkani o'zimcha belgilab qo'ydim. Endi esa Shveysariya Kolumbiya terma jamoasi bilan aynan Leo Messi boshchiligidagi mana bu terma jamoa harakat qiladi. Ochig'ini aytaman, sharhni yakunlagim kelmayapti. Shveysariya va o'sha Kolumbiya bilan o'yin boshlanguncha davom ettirsak ham bo'ladi, chunki eng qiziq mana bu hozir kadrlar aynan mana shu yerda yuzaga kelsa ajab emas, chunki mana Zafar Yig'lab Messi uka Messi, молодец. Shunisi qiziq. Sen penaltidan urib aybdor bo'lib qolar. Messining ko'z yoshlarida bilasizmi nima? O'sha siz aytgan 39 yillik yoki 20 yillik mehnat, qandaydir o'sha jahon chempionati bosib o'tgan qiyin yo'l. Nolunki mana Emiliano'da ham bu menimcha bir-biriga yuqayotgan shakl ko'z yoshlar ko'zini qarang, qizarib turishiga e'tibor bering. Va Argentina terma jamoasi muxlislaridan baxtliroq insonlar hozir bo'lmasa kerak do'stlar. Afsuski vaqt oliy hakam menga qo'yib bersa shu yerda gapiraverardim. Mana bu jonga ham eng yaxshi asarga aytamiz. Bu yerda juda ham qiyin baholash. Bir necha bor o'zini ko'rsatgan Mustafa Shobayirmikin yoki hal qiluvchi golni urgan Ensomikin, kim bo'lishidan qat'iy nazar bugun futbol yutdi do'stlar. Bugun futbol yutdi. Yana bir bor Ramiro Misr terma jamoasi a'zolarini ham chiroyli o'yin bilan tabriklaymiz. Argentina terma jamoasi muxlislarini ham mana shunday qiyin g'alaba bilan tabriklaymiz. Ular ko'rsatib qo'yishdi. Ular finalga haqli ekanliklarini ko'rsatib qo'yishdi. Zafar, tugatamizmi? Demak, uchrashuvni Zafar Imomxo'jayev va Murod Rizayevlar sharhlab borishdi. Mana shunday futbol spektakllari uchun hamisha bor bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'linglar. Argentina oynat. G'alaba to'pini kiritgan Enzo Fernandes shikayna qiladi. Enzo Fernandes shuncha g'alaba to'pini kirgizdi. Enzo Fernandes 24 nomer boshlaydi. Enzo Fernandes ey go'zal, nega yuzing cheka bilasan? Messi uka, Messi haqiqiy o'g'lon. Aybini yuvdi. Arab qizlari yig'laydi. Arab qizlari, Emiratlar. Qaytasan, hayot. Futbol shunday shafqatsiz. Atalanta 32